ko'ramiz. Alkogolning oliy nerv sistemasiga salbiy ta'siri. Taklif va mulohazalar. Muhammad Amin. Alkogol barcha organlarga, ayniqsa yarim shar po'stlog'iga juda ham salbiy ta'sir etadi. Navbat uzatamiz. Sug'diyona. Alkogolni ko'p iste'mol qilsa, alkogolizm kasalligiga duchor bo'ladi. Hamma qatnashish sharti, yaxshi, rahmat. Alkogol ko'p miqdorda iste'mol qilinsa, unda qo'l, oyoq, ko'zlar harakatdan chiqadi. Zebo. Alkogolni ko'p iste'mol qilsa, odam gandiraklab qoladi va og'ziga kelgan gapni gapiraveradi. Jamshid. Narkotik va giyohvand moddalarni iste'mol qilganda bor dastlab his-tuyg'ular o'zgarib boradi, lekin uzoq muddat bu narsalar ta'siri oqibatida giyohvandlik vujudga keladi. Rayhon. Keyinchalik alkogol iste'mol qilgan odamda jismoniy zo'riqish va og'iz qurishi, terlash va shunga o'xshash alomatlar kuzatiladi. Ichgan odam tortinmasdan o'zi qilmagan ishlarga qo'lini uradi va ko'p gapiradi. Madina.